1 kilo o'riqlasangizmi, xuddi 4-5 kilo o'riqlagandek cho'ng o'zgarish hosil qilgangiz bormi? Ba'zilar 4-5 kilo o'riqlagan bilan qarasangiz cho'ng o'zgarish yo'q badan qiyofatida, yana shu semizdek ko'rinaverdi. Ba'zilar 2 kilo o'riqlaydi, ammo 7-8 kilo o'riqlagandek boshqalarni hayron qoldiradi. Nimishqa 4-5 kilo o'riqlab badanni o'zgarish bo'lmaganlar asosiyatdan shu badandagi jih muskul bilan suv yo'qolib ketadi. 2 kilo o'riqlab 7-8 kilo o'riqlagandek cho'ng o'zgarish bo'lganlarcha pakiz badandagi mayni seriydi, muskul bilan suv saqlanib qoldi degan gap. Sizning boshda azroq eg'irlik tashlab cho'ng o'zgarish hosil qilsa, ma film diqqat qiling, bir tal yurak berib saqlaylang ha. Bak oson. Uyqungizga kapolatli qilsangizdan bo'ldi. Bu tajribada o'tib bo'lgan narsa. 5,5 soat uxlaganlar bilan 8,5 soat uxlaganlarni tajriba qilib boqqan olimlar buning orasida 8,5 soat uyqu kapolatli qila olganlarniki badandagi mayning kuyish nisbati 55% ketgan. 5,5 soat uxlaganlarcha ularniki taxminan 15%, 20% bo'lgan. Shuning uchun uyqungiz yaxshiroq ahamiyat bering. Men hozirgi badan qiyofatimni masalan qo'saq muskulim bor badan qiyofatimni saqlayotgan necha yil bo'ldi. Mush xizmatga chiqqandan keyin mening badan qiyofatim oliy maktabga vaqtlarim qaragan texim yaxshi bo'lib ketdi, oldirab samirib ketmaydigan bo'ldi. Nimishqa uyqumni kapolatli qilyapman. Oliy maktab vaqtida kechda kompyuter qarab, bolalar bilan o'tirib telefon o'ynab, kecha uxlamay, atdeganda yana dars chiqatdik uyqu chiray. Hozircha unda chidab bo'lmaymiz atsa. Hozir atdegini atgara qo'padigan ishim bo'lsa, oqshom cho'qim baldir uxlayman. Atganlari masalan ishim yo'q, atgani uyqum to'liqlay oladigan ishim bo'lsa, kechiktirsam kech uxlab qolaman. Uyqungizni yaxshilaydigan usullarni o'rgatib qo'yay, diqqat qilib turing. Birinchisi, harakat qilayotgan bo'lsangiz, kuch mashq qilayotgan bo'lsangiz, atganlari qilib bering. Kechti qilmang. Kechti qilsangiz badandagi besim hormoni o'rlab ketadi, uyqungizga sal ta'sir qiladi. Ikkinchisi, cho'qim kechki tomoqqa karbonat o'rlashtiruvchimi? Masalan, un, guruch deganlarni kechga o'rlashtiring. Jiqlar kechki tomoq yemaydi. Unda qilsangiz yana o'xshash besim hormoni o'rlab ketadi, qo'saq ichib ketib uyqungiz nacharlashib ketadi. Uchinchisi, sharoit yor bersam cho'qim taloq chiqib, oftobga qoqlanib bering. Kun nuri bek yaxshi, badanning besim hormonlarini tuvaltadi. Shunda yeni ko'p qolsa kechki uyqungiz yaxshilanadi. To'rtinchisi, bo'lsa ig'irroq yotqanlarni yepinib bering. Bir xil ammo o'qigandek, bir kichik buvoq bola onasining bola yotqusida yotgandek hissiyotga erisha olasiz. Buning uyquni kapolatli qilishga xil unumi bor. Agar uyqungiz yaxshi bo'lsa, sizniki atsidagi metabolizm bek yaxshi bo'ldi. Uyqusi nachar odamning tayshesi bek tuvan bo'ldi. Qavziyat bo'lib qoldi yoki bo'lmasa azroq narsa islam tez samirib ketgan holat cheklanib qoldi. Mushlar amal qilib bering, cho'qim uruqday olasiz. Osonmi ekan?